Assalomu alaykum. Ipkami ishqibozlari. Mana biz hozir yana bir bor ipkamini ko'rsatib o'tib ketamiz. Har xil ranglarda ishlaganmiz. Shu zakaz qilayotganlarni iltimosiga binoan ishlayapti buni akalar. Hamma so'rayapti, qanday rangda chiqarasiz? Har xil rangda ham chiqarasizmi yo'qmi degan savollarga men birdan javob berib o'tib ketamiz. Har xil rangda kimga qanday rang kerak bo'lsa zakaz qilaveringizlar akalar. Любой rangda, любой fasonda chiqarib beraveramiz. Xohlagan rangingiz, xohlagan svitingiz bor. Mana bu rangda yaxshi svetni qora korishniy oqda ishlaganmiz. Bularni koridorlarga, ichkarilarga ham ishlasa bo'ladi, banyalarga zo'r chiqadi, chiroyli chiqadi mana shu.